78 yaşga kirgan Asiyalik bir bobayning yurak izi qo'zg'alib, doktorxonaga olib berilibdi. Doktorlar 24 soat oksigen halqasini bezlantirish orqali hayotini saqlab qoldi. Doktorxonadan chiqish oldida doktorlar bobayning davolash ahvolini qarag'incha yig'lab o'tirganligini ko'ribdi. Mas'ul doktor, davolash haqqi qimmatgan deb yig'layapsiz, deb ajablanib so'rabdi. Buvay beshini ko'tarib, "Yo'qsu, davolash haqqini to'lashga tamoman qurbim yetadi. Lekin faqat 24 soat oksigen berganga 2000 yuan qilinganiga qarab 78 yil to'xtamay oksigen ta'min etgan koinotga qanchalik qarzdor bo'lgandiman deganni o'ylab yig'layapman", debdi. Buyuk koinot eng avval cheksizlik yaratdi. Andın cheksizlik ichiga idrok pulidi. Cheksiz idrokni olim va hayotlik qurib chiqishga tayin etdi. Cheksiz idrok avval energiya va nurni tuzib chiqdi. Andın cheksiz energiya cheksiz sevgi bilan idroki birlashib, olamni va hayotlikni barpo qildi. Toshqa minnatdor bo'l deyildi, tosh shartsiz bajo keltirdi. İnsonga mustaqil idrok berildi va hayotlikdan minnatdorlik izlash buyurildi. Ammo ko'pchilik inson berilgan mustaqil idrokdan kibrlanishni tanlab oldi. Kibr inson ro'yidan nurni so'kib oldi, oqibat inson tafakkursiz qoldi. Kibr u sevgidan ayrilgan qorong'ulik edi. İnsan qalbi söygünü tərk etolmaydi, balki kibrni qabul qilganligi tufayli sevgi uning qalbini tərk etadi. Sevgidan ayrilgan qalb to'g'ri tafakkurdan ham ayrildi. Chunki to'g'ri tafakkur faqat nurli ham pok yerlarda makon tutadi. Amdilatdan 8 oylik bo'lgan tasadduqim farzanada ko'rilayotgan o'zgarishlarga qarab, aqlim lol bo'ldi. İnsan o'zining kim ekanligini, kim bo'ladiganligini, qanday yashab, qanday o'ladiganligini bilmasdan tug'ildi. Hayratda qoldimki, u qandaqchilab o'mildi, o'zini qandaq tonidi, bu ang nadin kelgan? Inson pul, huquq va obro'y topdi. Dangliq deb ataldi. Andin dediki, topqanlarim faqat men o'z ajrimdan keldi. Faqat mangla tava. Mana bu kibrning inson tafakkurni bo'g'diganligining eng yorqin o'rnikidir. Asli inson o'zidan emas, balki boshqalardan huquqqa, boylikqa va shon-shuhratga erishadi. Demak, sening erishgan har bir huquqing, boyliqing va shuhratingda o'zing tava shu qavm kishilarining bir o'lish haqqi bordir. Boyliq namratlikni chetga qoqmasaydi, dunyoda namratlik qolmas edi. Kibr so'yguni yeklamasaydi, hayotlig'ida baxtsizlik degan bir so'z tepilmas edi. O'g'lim, aql har zaman minnatdorlikni o'zga do'st tutquchidir. Ko'pchilik insonlar olamga yo'riqlik ato qilg'uchi so'yguni unutib, kibr bilan olamning nurini o'chirmoqda. Ammo senda qolgani faqat kibrsiz insonlarga, buyuk koinotga doimo bildirgan minnatdorlikdan uchqundigan bir parcha nur bo'lsin xolos.